Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 12 noyabr kuni yaqinqi zaman tariximizda qurilgan ikki jumhuriyatimizning yani 1933 yılı 12 noyabrda Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati ve 1944 yılı 12 noyabrda G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatining xotir kuni bo'lib, bu munosabat bilan Uyg'ur muhojirati dunyoning har qaysi joylarida qahramon ajdodlarimizning ro'yiga atab duo tilovat qilib, ikki jumhuriyatimizning qurilgan kunini xotirlagan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda mundaq deyilgan: 12 noyabr yaqinqi zaman tariximizda qurilgan ikki jumhuriyatning xotir kuni bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ikki jumhuriyatimizning qurilgan kuni munosabati bilan barliq Sharq Turkistonliklarning Jumhuriyat kunini tabriklaydi. Shundaqla tariximizda qurilgan bu jumhuriyatlar Uyg'ur xalqining erkinlik, adolat ve öz taqdirini öz belgilashga bo'lgan mangulik intilishini namoyon qiladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Turg'unjon Alovuddin apandim bu haqda bergan bayonotida mundaq deydi: Her yili 12 noyabr kuni dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar xalqimizning bir zamonlarda erishgan erkinligini eslaydi. Ammo biz yana 70 necha yillik zulmga qaramay umidimizni yo'qotmadik va bir kuni erkinligimizni qaytarib olganligimizga ishonamiz. Xitoy 1949 yılı Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Uyg'ur xalqi 70 necha yillik sistemlik ziyonkashlik uchradi. Siyosiy hukmronlik sifatida boshlangan ishg'ol to'liq kontrol qilish harakatiga aylandi va bu reallik bugungi kunda xalqaro jamiyat tarafidan e'tirof qilingandek irqiy qirg'inchilik aylandi. Xi Jinping hukmronlik qilgan mezgilda bostirish misli ko'rilmagan darajada kuchayib, keng ko'lamda xohlagancha tutqun qilish, majburiy emgak silish, oilalarni ayirib etish, madaniyat meroslarining vayron qilinishi va chet ellardagi Uyg'urlarga qartilgan davlat halqigan bostirish qatorli qilmishlar bilan ifodalandi. Dunyo miqyosida demokratiyaning chekinishi va kishilik huquqni qo'g'dash ojizlashgan bu davrda Uyg'ur da'vosi muhojiratlik xalqimizni ogohlantirib, ittifoqlikqa chaqirdi. Shundaqla davlatlarmi Sharq Turkistondagi diktator bostirishga qarshi turmasa, u cho'qim boshqalarga ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda Uyg'ur haqlarini qo'g'dash hammaylar uchun erkinlik va adolat prinsiplarini qo'g'dash deganlikdir. Bugun dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur muhojirati bu ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyatlari, madaniyat yig'ilishlari va namoyishlarni o'tkazadi. Bu faqat tariximizni xotirlash uchun emas, balki yana dunyoga bizning davomli yashash uchun kurash qilayotganligimizni eskartish uchundir. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Myunxen va uningdan boshqa joylardagi Uyg'ur jamiyatlari bilan birlikda bu tantanalik va faxrli kunni xotirlaydi va Uyg'ur haqlarini qo'g'dashga bo'lgan qat'iy va'dasini qayta jakarlaydi. Hukumatlar, xalqaro tashkilotlar va fuqarolar jamiyatini Xitoy hukumatining rayimsizliklarini oxirlashtirish va Uyg'ur xalqining erkin, hur yashash huquqini qo'llash uchun qat'iy va birlikka kelgan aktiv harakatlarni qilishga chaqiradi. Uyg'ur xalqining hurlik va mustaqillik orzusiga vakillik qiladigan tariximizda qurilgan ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatini xotirlash munosabati bilan Yaponiya poytaxti Tokioning yanidagi Misato shahrida Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishi va Yaponiyada faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysollarning qatnashishida Sharq Turkiston Jumhuriyat kunini xotirlash faoliyati olib berilgan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Turg'unjon Alovuddin so'z qilib, bu kunni xotirlashning Uyg'ur xalqining mustaqillik orzusining o'chmaganligini ta'kidlab, ikki jumhuriyatni qurishga qatnashgan ajdodlarga minnatdorligini bildirgan. Cumhuriyet günümüz bizning tariximizga yozilgan altın harf bilan yozilgan bir mübarek gün. Mana bu Cumhuriyetning bayrog'ini, bu Cumhuriyetning davlat girbini, bu Cumhuriyetning davlat she'rini biz hozirgacha ishlatyapmiz. Bu shuni ko'rsatadiki, bizning qalbimizda mustaqillik o'tining texmi yalqinjab kuyayotganligini ve bu otның texmi olg'ib mangadiganligi ve mustaqilligimizga cho'qim erishadiganligimizni isbotlab turibdi.
Bu münasebet bilen bu soruma kelgen kardeşlerimizni hammalarını Allah razı olsun. Vaxtlarını çıkarıp bu mübarek günü hatırlaş için kepsiden bu münasebet bilen şu cumhuriyetini kurgan Sabit Damullam, Hoca Yazacım, Alihan Tören, Ahmetcan Kasimi ve keyinki bu cumhuriyet kuruş bütün chet ellerde sersan bulup chet ellerde bizge okşaş dava yolunda ömrünü sarf kılıp yürüp ketken Mehmet'im Buğra Efendim, İsa Efendim ve başka bütün şehitlerimizin ruhiga Allah'ın rahmet dileymen. İnşallah şunda bir gün keldi ki biz yine Cumhuriyetimizden kayıtıp kurup çıkımız. İnşallah yıkılmaydıgan ta kıyametçe mevcut bulup turalaydıgan bir cumhuriyetini kurup çıkımız. Elbette bunun işencimiz kamil. Çünkü biz Müslüman Allah'ın rahmetinden hiç kaçan naümit bulmayız ve bizning Uyghur halkının iradesi mi Xitay jallatları her qancha bu iradeni yo'qotishga uringan bo'lsa-mu, bu mustaqillik iradesi, erkinlikka bo'lgan bu intilishi hech qachon yo'qolmaydi. Bundan keyin texmi kuchli shaklda davomlashadi toki mustaqilligimizga erishguncha bu kurashimizni birlikda davomlashtiramiz. Hammalarga rahmat. Faaliyette oldi bilan Dünya Uyg'ur Qurultayıning bosh taftishi Abdukerim Abdurahman ve Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmetcan Letip ichilish so'zni qilgan. Orqadan Sharq Turkistonning istiqlol marshi o'qilib, barliq shahidlarning ro'yiga atab duo qilingan. Faaliyette Dolqin Isa Efendimmo ikki jumhuriyatimizni xotirlashning ahamiyati haqida to'xtalib o'tgan bo'lib, u mundaq degan. Cumhuriyet bayramımızga mübarek olsun. Bugün okşaşmış o daskanda İşte oturup biz tebriklevattık dünyanın köpügen yerlerde, Germanya'da mı merkezimizde, Amerika'da, açık yerlerde bu Cumhuriyet bayramımızı tebriklevatımız. Hakikaten tebrikleştik. Bu cumhuriyetlerini kuran ecdatlarımızı hatırlaştık. Uluk bir gün Riyad Muhtar Efendi devlet kuruş felsefesi hakkında nurgun tedkikatlarını yapılan bir dostumuz. Bir yerlerde bizgi bu gap düşmeydi. Ama şurada dep ötüş gerek. İnsan en yani kılalaykan uluk işi devlet kuruş. İnsan oğlunun onunla uluk işi yok. En noç insanlar, en isil liderler devlet kuralaykan. Bizim aşı liderlerimiz şu devletini kurup çıkıyor. İki cumhuriyetimiz kurup çıkıyor. Hazır efsus ki çetelde oturup kompüterin aldı oturup ötüp ketken liderlerimizle devlet kuran rehberlerimizle her yıl hakaretlerle hatta ölüp ketkenlerini gördüm çıkmıyor kızmaydıgan Allah'ın şahit olduk afsus. Ama ben neme kılaladım? Ne soruşumuz gerek aldığımızda. İnşallah biz gibi Allah aşı ecdatlarımızda 3. Cumhuriyetimizde kuralaydıgan bir kabiliyet, bir iman, bir cesaret ata kusunda bütün günümüz şu yolda ileriki çıkıp kalsak, şu yolda şehit olup kessek bunun uluk arzu armağanımız olmaydı. Bunun kaldı bilen bu 33-44 cumhuriyetlerimizi kuran reisimiz de bitti. Sabit Damullam, Hoca Yazacı, Alihan Tören, Ahmetcan Kasimi, şunun okşaydıgan ismi Genibatı okşaydıgan pedvallarımız boğan, Abdülniyaz Sijan okşaydıgan 30 cumhuriyetlerimiz ki en ahırkı bir temizlik kanırıcı Xitay bilen işin sevilen köreş kılan generallarımız boğan, Şah Mansur'a okşaydıgan şehitlerimiz boğan, muşlarının hemmisine yüzümüz unutup kalmamız gerek ve ailemizde ballarımızı bunu ügütüşümüz gerek. Çünkü kahramanlarını ügetmegen bir millet, mahkum bir millet. Kahraman yok bir millet, yüzün tarihinde gururlanmaydıgan gel, ballarımızı o önemli sündüremezsek, yıldız yok bir nemege aylanıp kalımız. Bizden efsiz ki başka milletlerin bizim okşamaydıgan kısmımız, başka milletlerin hiç bulmamızı yüzün tarihinde ötmüşlüğü ügündüğün fırsatlar var. Bizde o fırsat bulup bakmagan. Biz hemimiz sınavlarımızdan mehtu ügengen ama hazır o mehtu ügündüğün imkan etmiyor vatanda. Ama bu imkanı çetelde var. Şunun için bizden baldırımızda sosyal medya diyen hazır internet begalım nasıl olgan diken azrak tullakıp koyuşunca olan yazıp ketmeydi bu insanlar.
Bekal qo'ygan keyin 40 o'ttirib chiqib berib ay ko'tarib ketgan ajdodlarimizni haqoratlaydigan va yoki tanqidlaydigan va yoki uni qiladigan buni qiladigan mattallar ko'payib ketgachga sosyal medialarda chet ellarda yetishib chiqqan bizim bolalarimiz qandaqdir bu Uyg'urdan g'ururlanadigan emas, nafratlanadigan va bu Uyg'urning bir tuzuk bilinish yo'qkan bu. Mushunda bir millatmidi, tayli yo'q millatmidimiz deydigan bolalarimizga mana bu narsani sindiryapti. O'zimizning egzi orqali. Buniga diqqat qilishimiz kerak. Shuningga Uyg'urlarning bütün liderlerimizle 30-40 çünkü liderlerimizden Bozgunlarni, Özman Güllani, 40 Cumhuriyetlerimizdeki ihbarxonlarni teşvik qilishimiz kerak. Balalarimizni so'zlab berishimiz kerak. Mush ruhni shular o'tkazib berishimiz kerak ki, anadan keyin bizning avlodlarimiz buni ilgi chiqsin. Shuning ham bu favqulodda muhim, shuning har qatimda Cumhuriyet bayramlarimizda bu ustozlarimizni, Cumhuriyetlerimizni eslash ve esleşler bilen kanmay bu da faaliyetlerin ballarımızın tatbille ekilip manken anladı. Ekilip şulağı bir ruhunu ötküzüp verişimiz gerek. O vakti da biz demek ki olan 3. yürüyümüzle kuruşka en yakınlaşkan bulumuz. Şununla bugün bu sorum kegen hemen rahmet ve şundakla çertelde turup mu muşundak bir güzel bayramımız ne? Bille tebrikleş inancıga, birli tebrikler, cesaretiga va yoki baxtiyorlik deydi. Bu bir baxtiyorlik buchu. Mushnaqa ilg'olama atgan insonlarniki basam bularmi, bormasam bularmi, qanday qilsam bular, qanday qilsam bular. Ba'zining ishi haqiqatan jiddiy sababdan kelmaydiganlar bo'ldi, ammo nurg'unlarning kiyisi bir xil andish bilan 8000 kilometr, 10000 kilometr va yoki biraz yaqin Xitoy hamda. Asha bizga ashuna qashadim bor. Qo'qab, mushunda baxtiyor bir kunda bir kulanmayotgan bak kalbide Xitayning saqchisini biri chet elga olib chiqqan nurg'a Uyg'ur bor endi. Bu shu yugurib qilib turdi. So'zima qo'y, otaman senda. Shuning mahkum bo'lib yashayapmiz. Buni qutib ketishimiz kerak. Shuning hammamizni Alloh hidoyat nasib qilsin. Jasur liq ato qilsin, mard ato qilsin deyman. Rahmat deyman. Germaniyada Dünya Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasida Myunxendagi Uyg'ur jamoati va qurultayning markaziy ishxonadagi xodimlari 12 noyabr Cumhuriyet kuni munosabati bilan bu kunni xotirlagan. Faoliyatning ochilishida so'z qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyi uchur axborot markazining mudiri Iftixor Abdurashidning riyosatchiligida elib berilgan bu faoliyat so'z qilgan qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin Xitoyning elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi ve mushundaq kunda qeyrindoshlik mehri bilan bir yerga jam bo'lib, ikki jumhuriyatning qurilgan kunini xotirlashning ma'nosi haqida to'xtalib o'tgan. Sharqi Turkistonni qurshab turayotgan ko'rinmas bir tamba. Qo'rqinch, tashvish va qayg'u hasratdan yasalgan bu tam millionlagan Uyg'urlarning mahbus bo'lishiga va oilalari bilan diydorlashishiga to'sqinlik qildi. Bugünkidek kunda ajdodlarimizning tatqan jafalarını eslash, tariximizni o'rganish, tilimizni saqlash, madaniyatimizni va kimligimizni qo'llash bizning bosh tortqil bo'lmaydigan majburiyatimiz. Chunki Xitoy butun vujudi bilan muqaddasotimizni yo'qotishga urinyapti. Maqsad aniq. Bizni yo'q qilish. Shaxs sifatida emas, balki bir millat sifatida. Shundaqdimi biz mana qadimimizni tik tutib Xitoyga qarshi turibmiz. Bugungi kunda bu qutlug' kunimizni dunyoning har yerida tabriklashimiz buningdan darak berdi. Bu cumhuriyetlarning qurg'uvchilari Iroqni ko'rar kishilar edi. Ular Uyg'urlarning hurriyat, adolat va qarindoshlik ichida yashaydigan bir millat ekanligiga ishonchi bo'lgan ve hakikatning çokum bir günü g'alaba qiladiganligiga ishongan kishilar edi. Bugungi kunda bu irodaga varis qilish bizning burchimiz. Hammamizning Cumhuriyet bayramimizga muborak bo'lsin. Rahmat. Türkiye'de bo'lsa, Türkiye poytaxti Ankara ve İstanbul'da tarixda qurilgan ikki cumhuriyetimizni xotirlash munosabati bilan faoliyatlar o'tkazilgan bo'lib, 12 noyabr çarşamba kechda İstanbul Zeytinburnu'da Sharq Turkiston Cumhuriyetlarining qurilishi, munqariz bo'lish sabablari va hozirgi Sharq Turkiston vaziyati haqida muhokama yig'ini o'tkazilgan. Bu yig'inda oldi bilan shahidlarning ro'yiga atab xatmi Qur'on o'qilgandan keyin Türkiye ve Sharq Turkistonning istiqlol marshi o'qilib, hurmati turilgan ve ikki jumhuriyatning qurilishiga aloqador film ko'rsatilgan.
Bu fəaliyyətdə təşkilat rəhbərlərindən Dünya Uyğur Qurultayının müavin rəisi Abdurşid Abdulhamid, Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin rəisi Doktor Alimcan Buğda, Cemaat Erbabi Abduqadir Yapcan, Musacan Obul Qasım Zarafşan, Zeytinburnu nahiyəsinin başlığı Ömer Arısoy, Doktor Adem Ünsal, Professor Jalal Erbay, Ataullah Xalpa Tajim qatarlıqlar söz qılğan. Abdurşid Abdulhamid əpəndinin riyasətçilikdə elib verilgan muhakimə yığında Doktor Alimcan Buğda 1933 yılı 12 noyabrda Qashqarda qurilgan Şərq Türkistan İslam Cumhuriyetining qurilishi, munqariz bo'lish sabablari va tajriba saboqlar degan temada Qurultayning sobiq muvaqqat raisi, strategiya mutaxassisi Doktor Erkin Akram 1944 yılı 12 noyabrda G'uljida qurilgan Şərq Türkistan Cumhuriyetining qurilishi, munqariz bo'lish sabablari va tajriba saboqlar degan temada Doktor Avuz Qari Nurmuhammad 1933 yildagi Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti qurilishining oldi keynidagi Şərq Türkistan vaziyati degan temada Doktor Abdurahim Dövlət navbatda muhojiratdagi Şərq Türkistanliklarning Xitoy irqiy qirg'inchiligiga qarshi qila oladiganliklari degan temada leksiya so'zlagan. Bu faoliyatga Turkiyaning har qaysi shaharlaridan kelgan Uyg'urlar va Uyg'urlarni qo'llaydigan turk tadqiqotchilar va bir qism turk qarindoshlarimiz qatnashgan. Mazkur faoliyatni 19 dan ko'p tashkilot birlikka kelib tashkillagan bo'lib, faoliyatda bu tashkilotlarning birlikka kelgan hamkorlik xitobnomasi imzolangan va 500 dan jiq kishi qatnashgan. Anqaradami ikki jumhuriyatimizning qurilganligini xotirlash faoliyati o'tkazilgan. Mazkur faoliyatga Dünya Uyghur Qurultayının bayonotchisi Professor Doktor Erkin Ahmad, Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi Abdulhamid Qaraxon, Qurultayning Türkiye vekili Doktor Abdulkarim Buğra, Türkiye'nin hakimiyet beşidiki AK Partiyadan parlament a'zosi Osman Mestan, hakimiyet beşidiki AK Partiyaning parlament a'zosi ve Türk dünyasıga mas'ul muavin boshlig'i Rashida Yüksel, Kelajak partiyasining muavin raisi ve parlament a'zosi Selçuk Özdağ, İyi Partiyaning parlament a'zosi Fahrettin Yoqush, Azerbaycanning Türkiyadagi tashkilotlari, Afg'onistonning Janubiy Turkiston tashkilotlari, Suriya Türkmenler Birlik Teşkilatı, Türk Ocaqları Teşkilatı ve axborotlar qatnashgan. Qirg'izistondami har yili bu ikki jumhuriyatning xotir kunini izchil xotirlab kelayotgan Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqlari jamiyati 12 noyabr kuni Qirg'izistonning poytaxti Bishkekda ikki jumhuriyatning qurilgan bu tarixiy kunni xotirlagan. Mazkur faoliyatda falsafa fanlari doktori Akbarjon Bovdun, Qirg'iziston Uyg'urlarining peshqadam yo'lboshchisi ve Dünya Uyghur Qurultayının Qırgızistandaki vekili Rozmehmet Hacim, Qırgızistan Uyghur İttifaq Cemiyetining raisi Asqarjon Qasimi qatarlıqlar tariximizdagi bu ikki jumhuriyatning qurilishi, Şərq Türkistan xalqining hürlük, mustaqillik arzusi, bu kunni xotirlashning, avlodlarga tonishtirish va yetkazishning ahamiyati va muhojiratda ittifoqlik, birlikni asos qilib Uyg'ur xalqining hürlük arzusiga qarab ilgirlash haqida so'z qilishgan. Onundan başqa yana Kanada Şərq Türkistan Cemiyeti ikki jumhuriyatimizni xotirlash faoliyati o'tkazgan bo'lib, bu faoliyatda yana alayda bayroq chiqarish marosimi o'tkazilgan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.